Assalomu alaykum. Bugun bitta geometriyaga oid zo'r misolni ko'ramiz. Formulani isbotini ham isbotlaymiz. Demak, ABC uchburchak berilgan. Demak, KL BC tomonga parallel o'tkazilgan. MN AB tomonga parallel o'tkazilgan. PQ bu AC tomonga parallel o'tkazilgan. Mana sharti shu. ABC uchburchakning yuzi ilzosida S1, ilzosida S2, ilzosida S3 yig'indisining kvadratiga tengligini isbotlashimiz kerak. Demak, isbotlaymiz. Isbot ketadi. Endi parallel bo'lgandan keyin mana burchak alfa desak, mana burchak ham alfa. Demak, mana burchakni gamma desak, mana burchak ham gamma. Mana. Demak, alfa desak alfa, bu gamma desak gamma. Demak, mana burchak masalan parallel bo'lgandan keyin alfa, bu ham alfa. Demak, mana burchak beta bo'lsa agar, mana burchak ham beta. Demak, bu burchak beta bo'lsa, bu ham beta. Demak, gamma bu ham beta, bu esa demak mana gamma, bu ham gamma. Demak, uchburchaklarimiz o'xshash. O'xshashligini ko'rib oldik. Uchta tomoni ichki burchaklari teng bo'lsa, demak uchburchaklar ham o'xshash. Demak, AM da x deb olsak, ML da y deb olsak, LC ni z deb olsak. Demak, AM x, ML y va LS z deb olsak, demak bu ham z bo'ladi, bu ham x bo'ladi. Mana. Demak, mana shunaqa narsalar qilib oldik. Endi uchburchaklar o'xshashligidan foydalanamiz. Demak, uchburchak, birinchi uchburchak S P K, mana kesish nuqtasini O deylik. O. Shu uchburchak, ya'ni S debmiz. S demaylik shuni. Demak, uchburchak PKO o'xshash ekan uchburchak ABC ga. Uchburchak NQO o'xshash uchburchak ABC ga. Uchburchak demak MLO o'xshash uchburchak ABC ga. Mana. Demak, yozib oldik. Demak, nima qilamiz? Uchburchakning yuzalari nisbati tomonlar kvadratiga tengligidan foydalanamiz. Demak, uchburchakning yuzi S P K O ni S A B C ga nisbati x, mana tomoni x bo'lsa, A B C niki x plus y z. X plus y plus z. Shuni kvadratiga. Demak, S N Q O bo'lingan S A B C bu z taqsim x plus y plus z. Chunki mana z, mana tomon bu umumiy tomoni. S M L O ni S A B C ga nisbati, demak y ni x plus y plus z ga nisbati. Umumiy kvadrati mana. Demak, yozib oldik. Endi bularni mana bunaqa almashtirsak ham bo'ladi. Umumiy mana buni S desak, demak, bu S1 bo'lingan S ga, bu esa S3 bo'lingan S ga, bu esa S2 bo'lingan S ga. Demak, mana qilib oldik. Endi buni bunday qilamiz. Ildizosida S1 ni ildizga chiqaramiz, ildizosida S. Bu x taqsim x plus y plus z ga. Bundan esa ildizosida S3 ni ildizosida S ga bo'lsak,
bu z taqsim x plus y plus z ga. Demak, bundan ham ildiz chiqarib yorsak, s2 ni ildiz s ga nisbati bu y ni x plus y plus z ga nisbati. Endi shuni qo'shib yuborsak, ilzosda s1 plus ilzosda s2 plus ilzosda s3 taqsim ilzosda s umumiy mahraji ilzosda s da. Bu esa x plus y plus z ga, x plus y plus z ga. Demak, 1 bo'ladi. Demak, mahraji aniq, suratlarni qo'shganimizda shunaqa bo'ldi. Demak, bu degani ilzosda s ilzosda s1 plus ilzosda s2 plus ilzosda s3 ga. Kvadratga oshirsak s ilzosda s1 plus ilzosda s2 plus ilzosda s3 shuning kvadratiga isbotlandi.